mana mashinik. Mana jurnaga aytdik, mana ayla. MVD. Opa, men buni internetga qo'yaman. Ayting, yig'lamang. Mana siz men deb o'ylagan, shundaymi? Bu mashina akalar. Bu narsa aviasurxonaga boshlab o'tgan katta aviakassachilardan biri. Ishonmanglar, iltimos. Bizga mana bizning nomimizda bilet sotgan. Shundaymi? Mana nomeri. Mana nomeri qarang. +7 993 962 1455 akalar. Biz bu nomerda biron marta reklama qilmaganmiz. Qilmaymiz ham. Bizning nomerlarimiz oxiri 02 02 03 03. Men mana shuning uchun ham o'sha buni Ildar deb sizning nomingizni sotib. Mani nomimdan bilet sotyapti. Men shuning uchun ham ertalab 5:20 dan turib, mana kechasi hozir opa necha soat? 22:59 bo'ldi. Mana shu mashinada yo'qotish uchun, shu mashinaga tushmaslaringiz uchun harakat qilib aeroportda yurib o'zimni faqat nomerimni reklama qildim. Iltimos mashinaga allanib qolmaysizlar, sodda bo'lmaysizlar. Faqat biz reklama qilgan telefon nomerlar orqali bog'lanib olingizlar. Bu noinsoflarda bir kun emas, bir kun bu bolasidan, onasidan qadar qilayotgan inson o'zbek. O'zbek odam. Bu hozirgi zamon tezlashgan, inshaalloh topadi. Biz zaявление yozganmiz, yana yozamiz, do konca yozamiz. Buni tagiga yetamiz.